Assalomu alaykum muhtaram ahli islom, birodaroni kirom, hurmatli otaxon, okaxonlar, xususan Alloh taoloning aziz mehmonlari. Mana bugun Allohning rahmati nozil bo'lib, zoyaqillardan xulus niyat bilan, poy tahorat bilan tashrifi qudum qilib jam bo'lib turibsizlar. Ilohim hammanglarni ham bosib kelgan qadaminglarga hasanot savobi ajrlar yozib, ikkinchi bosgan qadamlarimiz bilib bilmay qilgan xatolarimizga, ma'siyatlarimizga kaforat bo'lishini Alloh nasib etgan bo'lsin. Muhtaram aziz birodarlar, o'zingizlarga ma'lumki, islomda har bir narsaning odobi bor. Namozni o'zini shartlari bo'lgandek, ya'ni tahoratda bo'lishlik, pokiza kiyimda, pokiza joyda bo'lishlik namozning shartlari bo'lsa, ko'chada yurishning o'ziga xos bir odobi borligi va shu bilan birgalikda muomala odobi borligi, majlis odoblari borligi va bugun siz va biz mana bu yerda bahs yuritmoqchi bo'lgan bugungi juma namozimizga asosiy mavzu bo'lgan mana bu yoz fasllari boshlanib, o'zingizlarga ma'lum har kuni izdihomlarda qatnashib turganliginglar, yaxshi to'ylarimizni boshlanganligi, jamoatni ne'mati, nozu ne'mat dasturxonlarining ustida doimo izdihomlarda bo'lib turganliginglarni guvohi bo'lib turibmiz. Shuning uchun musulmon banda bilishi lozim bo'lgan, har bir odamni bilishi lozim bo'lgan asosiy odoblardan bittasi, ho to'yda bo'lsin, ho azzada bo'lsin, ho boshqa bir izdihomlarda bo'lsin, hammamiz o'rganishimiz lozim bo'lgan odoblardan bittasi dasturxon odoblari haqida baqadri imkoniyat ma'lumot berishni maqsadga muvofiq deb topdik. Muhtaram birodarlar, dasturxon odoblari to'g'risida, dasturxonga qachonki bir taom keladigan bo'lsa, taomdan oldin qo'lni yuvishlik faqirlikni ketkizsa, taomdan keyin qo'lni yuvishlik kichkina sag'ira gunohlarni kaforati debdilar. Qolaversa, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, an-nazafatu minal iymon. Tozalik iymondan degan ekanlar. Shuning uchun dasturxonga o'tirishdan oldin ovqatni tanovvulidan keyin qo'lni yuvish sunnatga muvofiq yaxshi amallardan deb ta'kid qilgan ekanlar. Sahoba ikromlarning ichlarida o'tirgan paytlarida dasturxon odobidan ta'lim berganlarida, qachon taomni ustida o'tirganinglarda taomni tanovvulini boshlashdan oldin bismillahirrohmanirrohimni balandroq etinglar. Alhamduni taomni yegandan keyin sekinroq etinglar dedilar. Shunda sahobalardan birlari savol qildiki, ya Allohning rasuli, bismillohni baland yetishlik, alhamduni sekin yetishlikni nima hikmati bor? Nima uchun bismillohni baland yetamiz va alhamduni sekin yetamiz dedilar. Shunda janob payg'ambarimiz javob qilgan ekanlarki, bismillohni baland yetishning hikmati, eshikdan kirgan paytingizda taomning ustida siz bilan shayton hamroh bo'ladi. Qachon bismillohni yetadigan bo'lsangiz, yoningizdan shayton qochadi. Ikkinchisi, bismillohni baland yetishning hikmati, yoningizda ovqat yeb turgan odam esidan chiqargan bo'lsa, faromush qilgan bo'lsa, siz bismillohni yetganingizda qulog'iga kiradi. O'sha odamga bismillohni eslatib qo'ygan bo'lasiz. Ovqatni yeb turgan bo'lsa ham, o'rtasiga kelgan bo'lsa ham, bismillahi avvaluhu va oxiruhu deydigan bo'lsa, o'sha odamga joiz bo'lib bismillohni yetganning hukmiga o'tadi. Alhamduni sekin yetishlikning hikmati. Alhamdu ya'ni Allohga shukr qilishlik. To'yganinglarning shukrini bir izhor qilishlik bo'lganligi uchun sekinroq etinglar. Siz to'ygan bo'lsangiz, yoningizda ovqat yeb turgan odamga malol kelmasin. Alhamdu deb baland yetadigan bo'lsangiz, biz ham to'yibmiz, qo'limizni artishimiz kerak ekan degan xijolatda bo'lmasin. O'ziz eshitadigan holatda alhamduni sekinroq etsangiz, joiz bo'ladigan odoblardan deb sahobalarga ta'lim bergan ekanlar.
Endi muhtaram birodarlar, ibodat faqat joy namozning ustida emas, dasturxonda o'tirish, Allohning ne'matlariga qarab Allohning qudratini tafakkur qilish bo'lganligi uchun, shu ne'matlarga Alloh sizni bizni yetkazganligi uchun dasturxonda yonboshlab o'tirishlik, yotib olishlik, bu narsalar payg'ambarimiz qaytarib xilof bo'lgan amallardan deb xabar bergan ekanlar. Chiroyli suratda dasturxonda o'tirishlik buyuriladi. Va sunnat amallardan bittasi kattalar bilan kichik o'tirgan paytda, ota bilan farzand o'tirganda sunnat kattalar oldin boshlab, ota-ona oldin dasturxonga qo'l uzatgandan keyin farzandlarni qo'l uzatishligi sunnat bo'lar ekan. Abdulloh bin Umar degan zot, Xalifai Rahmon Hazrati Umarning o'g'illari, qachonki o'zlari otalariga xizmat qiladigan bo'lsalar, dasturxonga noz ne'matlarni olib kelib qo'yar ekanlar, ota bilan bir dasturxonda o'tirib ovqat yemasdan turib ketar ekanlar. Shunda sahobalar savol qilishgan ekan: "Ey Abdulloh, siz dasturxonga xizmat qilasiz, otangizga noz ne'matlarni o'zingiz olib kelib qo'yasiz. Nima uchun biron marotaba ota bilan bir dasturxonning ustida o'tirib ovqat yemaysiz?" deganlarida Abdulloh bin Umar javob bergan ekanlarki: "Men otam bilan o'tirib ovqat yegim keladi, lekin otamning nazari tushib turgan luqmani yeb qo'yishdan qo'rqaman" degan ekanlar. Ya'ni ota bola, katta kichik dasturxonda o'tirgan paytda kishilar iltifotda bo'lib, xizmatda bo'lib, kattalarning ijozati bilan dasturxonga qo'l uzatishlik maqsadga muvofiq bo'lgan amallardan bittasi ekan. Va Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadislarda payg'ambarimiz hech qachon ovqatni tanovvul qilganlaridan keyin yomonlamas ekanlar. Ishtahalari tortsa ovqatni yirdilar, bo'lmasam ovqatni yemasdan jim o'tirardilar. Ya'ni hech qachon ovqatni orqasidan yomonlamasdan Allohga hamd etib maqtab chiqib ketardilar. Odamlarimizda shunday bir odat borki, izdihomlarga kirib, tekin osh yeb chiqib ketgandan keyin tirik bo'lib qoptimi, savzi skan bo'lib qoptimi, har xil gaplarni gapirib, o'sha ovqatdan nuqson topib ketadigan insonlar bor. Bu payg'ambarimizning sunnatlariga xilof ekan. Oldingizga dasturxon yozdimi? Nozi ne'matni qo'ydimi? Yegandan keyin o'sha xonadonning haqqiga duo qiling, boshqa gapga o'rin qolmasin dedilar. Va dasturxonning navbatdagi odoblardan bittasi ko'pchilik bo'lib, jamoat bo'lib ovqatlanishda baraka bor degan ekanlar. Sahobalardan birlari payg'ambarimizning huzurlariga kelib, ovqat yeganlarida to'ymayotganligi, ovqatning lazzatini sezmayotganligilar to'g'risida shikoyat qilganlarida Rasulullohning savollari shu bo'ldiki, ovqatni o'zingizlar yolg'iz yeysizlarmi yoki jamoat bilan o'tirib yeysizlarmi? Ovqatni o'zim yolg'iz o'tirib yeyman deganlarda yo'q. Ovqatni o'zingiz yolg'iz o'tirib yemang. Ko'pchilik bilan, bola chaqa bilan, jamoat bilan o'tirib yeng. Ko'pchilikning duosi ijobat. Ko'pchilik yig'ilgan joyda baraka bor. Ko'pchilik bilan yolg'iz o'tirmasdan taom tanovvul qilishlik maqsadga muvofiq bo'lgan amallardan bittasi deb xabar bergan ekanlar. Endi mana bu izdihomlarda xizmat qiladigan akalarimiz shu yerda o'tirishgan bo'lsa, lagan olib lagan qo'yadigan birodarlarimiz o'tirishgan bo'lsa, xonadonlarimizda dasturxonga ovqat tortadigan ukalarimiz o'tirishgan bo'lsa, 10 tomondan ovqatni tortishlik, katta izdihomlarda ham 10 tomondan laganlarni olishlik bu maqsadga muvofiq, ya'ni 10 tomon egalarining fazilatiga muvofiq bo'lgan amal. Qur'onda 10 tomon egalarining fazilati, duolarda Xudodan so'raymizki, nomai a'molimizni 10 tomonimizdan bergin. Ishlarimizni o'zing o'ngidan keltirgin. 10 tomon egalarining fazilatini bizlarga mujassam qilgin. Jannatda ham 10 tomon egalarining fazilatidan qilgin deb Allohdan so'raymiz. Ibodatda turganda ham imomni 10 tomonida turishni o'ziga xos bir savobli darajasi borligi, katta izdihomlarda ham oldin 10 dan tortib keyin chapga ovqat tortishlik, lagan olinganda ham 10 dan olishlik, keyin chapdan olishlik buyuriladi. Payg'ambarimizdan qilingan rivoyatlarda 10 tomonda bir yosh bola, yosh yigit turganda, chap tomonda yoshi ulug' odamlar o'tirib qolishdi. Ovqat tortib turgan paytlarda haligi boladan ijozat so'ragan ekanlarki,
Bu Qur'onning hukmi 10 tomon egalari birinchi fazilatga ega bo'ladi. Agar ijozat bersangiz chapdan boshlayman deganlarida Alloh bergan fazilatni bergim kelmayapti degan ekanlar. Ya'ni o'sha yosh bo'lsa ham 10 tomondan ovqatni topganlari, 10 tomondan laganlarni olganliklari, idishlarni olganlari kitoblarimizda zikr qilinadi. Endi odamlarimizda bir qiziq odatni har xil joylarda gapirishadi. Bir xil odamlarga qiziq tuyuladigan odat borki, hattoki arab mamlakatlaridan kelgan ulamolar ham tan berib, xursand bo'lib gapirishdi. Bizni Buxoriyning avlodlarida bir narsa bor. Ya'ni Alloh isrofni yomon ko'rganligi uchun ovqatni tanovvul qilgandan keyin laganlarni tagini yalash, kossalarni tagini yalash odamlarimizning orasida ko'p rivoj topgan. Shuning uchun payg'ambarimizdan hadis borki, Alloh taomga baraka bergan. Bu baraka taomning avvalidami? Bu baraka taomning o'rtasidami? Bu baraka taomning oxiridami? Buni sir tutgan. Laganga suzilgan oshdami baraka, yerga to'kilgan guruchdami baraka? Bu Allohning o'ziga havola bo'lganligi uchun savobga to'liq ega bo'laman degan inson xuddi shu amalni qilsa, birinchidan kamtarlarning qatoriga qo'shilishligi, ikkinchidan insondan kibrni ketishligi, hokisorlikni paydo bo'lishi, uchinchidan taomdagi barakaga, savobga ega bo'lishlik to'liq insonning qo'liga kelishligi haqida kitoblarimizda zikr qilingan ekan. Endi taom yeyilayotgan paytda tomoqqa tiqilguncha taom yeyishdan emas, balki payg'ambarimiz inson o'zining nafsini 3 ga bo'lishni buyurgan ekanlar. Birinchisi ovqat uchun, ikkinchisi havo uchun, uchinchisi suyuqlik uchun. Ovqatni haddan tashqari to'yib ketadigan holatda yemasdan parhezkorlik bilan chiroyli suratda tanovvul qilishlik payg'ambarimizning o'zlarining yaxshi bir sunnatlaridan bo'lgan ekan. Suyuqlik ichishni ham o'ziga xos odobi bor ekanki, choy ichiladimi, suv ichiladimi, 3 nafasga bo'lib turib ichishlikni payg'ambarimiz ta'lim bergan ekanlar. Bir nafasda simirib ichishlik nasoralarni, g'ayri dinlarning odati bo'lganligi uchun musulmonlar ham xuddi shu narsaga odatlanib qolmasin. 3 nafasda bo'lib turib ichishlik, nafas bilan puflab ovqatni sovutmasdan o'zini boshqacha bir yo'l bilan sovutib turishlik bu musulmonning eng yaxshi odatlaridan bittasidir ta'lim bergan ekanlar. Endi dasturxondan turishdan oldin muhtaram birodarlar, har bir narsani shukri ado etiladi, duo qilamiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning eng yaxshi duolari Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Bizlarni musulmonlardan qilgan, ovqat berib ichirgan va musulmonlarni qatoriga qo'shgan Allohga shukr bo'lsin degan ma'noda duo qilinar ekan. Agar mana shu arabiy lafzdagi duoni bilmasak, o'zimizning tilimizda bir duo qilib qo'yishligimiz, Parvardigor, o'zing rizq berding, taom berding. Mana shu yeganlarimizdan olgan quvvatimizni o'zingni toatingga, o'zingni rizoligingga bag'ishlashni o'zing bizga nasib etgan. Mana shu taomdan olgan quvvatimizni yaxshilikka, xayrlik amallarga o'zing nasib etgin deb duo qilib dasturxondan turishlik maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Endi payg'ambarimizdan hadis borki, etilgan joyga boring, etilmagan joydan o'zingizni to'xtating. Ya'ni muhtaram birodarlar, mehmonga chaqirish, ziyofatga chaqirishda ham to'y bo'ladigan bo'lsa, janoza bo'ladigan bo'lsa iltifot kutilmas ekan. To'y ko'pchilikniki bo'lganligi uchun xursandchilikni bir izhori sifatida borishlik joiz bo'lar ekan. Agar to'y qiladigan odam fosiq bo'lsa, fosillikda mashhur bo'ladigan bo'lsa, bu muboh. Xohlang boring, xohlamang yo'q. Lekin yomonlik narsani ko'rsangiz, shuni qaytarish uchun, odamlarga bir nasihat qilish uchun borishlik joiz bo'lar ekan. Lekin janoza farzi kifoya bo'lganligi uchun, musibat zada bo'lgan inson, boshimizda shu kunni bir kun borligi uchun, bo'ynimizdagi bu farzi kifoya bo'lganligi uchun janozaga ham iltifot kutilmasdan borilar ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga sahobalardan birlari iltifot qilib, "Ya Allohning rasuli, men ziyofat beryapman.
o'ziz bilan 5 nafar insonni olib keling dedilar. Shunda yo'lda ketayotganlarida bitta odam bexosdan payg'ambarimizning orqalaridan ergashib qoldi. Mehmonxonaga borgan paytlarida kirmasdan turib ijozat so'radilarki, birodar, 5 nafar insonni kelishini siz bizga tayin qilgan edingiz. Bir odam ergashib qoldi. İcazat bersangiz shu odam kiradi, bo'lmasam orqasiga qaytadi dedilar. İcazat kirsin deganlaridan keyin o'sha odam payg'ambarimizning orqalaridan ergashib kelib, o'sha yerda mehmondorchilikda ishtirok etganliklari haqida kitoblarda rivoyatlar keltirilgan. Endi mehmonga chaqirilgan paytimizda nafl ro'zasini tutgan bo'lsak, nafl ixtiyoriy ro'zada bo'ladigan bo'lsak, birinchi o'sha odamni ogohlantirishlik, birodar, uzrimiz bor, biz nafl ro'za tutganmiz degan gapni gapirsak, yo'q, shunday bo'lsa ham boring degan o'sha insondan qistov bo'ladigan bo'lsa, xonadonga borganingizda 2 rakat nafl namozini o'qing. O'ziz nafl ro'za bo'lsangiz ham 2 rakat nafl namozini o'qib, mehmon chaqirgan odamning haqqiga duo qiling. Dasturxonga o'tirgan paytingizda agar mehmonlarga malollik kelmaydigan holatda bo'lsa, og'izni ochmang. Lekin shunday paytlarda nafl tutilgan ro'zalarni ko'pchilikka malol keladigan hijolatli tomonlari bo'lsa, qazosini tutib berish sharti bilan nafl ro'zani ochishga shariatda ijozat berilgan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham nafl ro'za bo'lganlarida buyurganlar ekanlar nafl ro'zani ochishlikka va o'sha mehmondorchilikda qatnashib, odamlarni diliga og'ir botmaydigan ishni qilib ketishlikka. Ikkinchi dalil Xalifa Rahmon Hazrati Umar davrlarida nafl ro'za tutgan paytlarida mehmonga chaqirilgan paytlarida taomga qo'l uzatganlarda bismillah deb qo'l uzatib va qo'llarini tortganlaridan keyin uzr, men ro'zaman deb o'rnlaridan turib jamoatga uzr etganliklari haqida ilohiy manbalarda hujjat keltirilgan. Endi mehmonni ham o'zini odobi bor ekan. Mehmonga borgan insonga 4 ta narsa mustahab. Bilish kerak bo'lgan. Birinchi amal, qattan joy ko'rsatilsa, o'sha joyga borib o'tirishlik. Ikkinchisi, xonadonni egasi qachon ijozat beradigan bo'lsa, xonadonni egasini ijozati bilan chiqib ketishlik. Uchinchisi, oldingizga nimani qo'yadigan bo'lsa rozi bo'lishlik. To'rtinchisi, chiqayotgan paytda xonadonni haqqiga duo qilib ketishlik. Bu mustahab amallardan, mehmonga kelgan odamning odoblaridan bo'lsin deyilgan. Bir xil paytlarda achchiq bo'lsa haqiqat, aytishga majburmiz. Qatta o'tirganimizni ham o'zimiz unutib qo'yamiz. Mehmonga borganda mehmonning odobini bilmaydigan odamlar. Bir insonni xonadoniga borganimizdan keyin o'zini sharoitidan kelib chiqib dasturxon yozgan, odamlarni hisobiga qarab moddiy jihatdan dasturxon yozgan odamlar bo'ladi. O'tirgan joyimizdan buyruq qiladigan insonlarning toifasi bor. Garimdoring bormi? Paloning bormi? Ko'k choyni olib keling, palonni olib keling deb odamlardan shu narsani talab qiladigan insonlar bor. Xonadonda bo'lsa, yolg'iz bo'lsangiz, o'zingizning uyingizda bo'lsa, bunaqangi iltifotlarga hech qanaqangi tijoratli joyi yo'q. Lekin birovning uyiga borgan paytingizda buyruq berib turib, palon narsani olib kelgin dishlik mehmonning odoblariga zid bo'lgan amallardan bittasi bo'lar ekan. Shu narsalardan yana salafi solihinlardan qilingan rivoyatlarda bir odamni mehmonga taklif qilganlarida aytgan ekanlar, "Meni shartim bor. Agar shu shartlarga ko'nadigan bo'lsang, men seni mehmoning bo'laman." Alima shartlar deganlarda ortiqcha takalluf bo'lmasin. Uchinchisi, ya'ni baxillik qilmaysan. Ikkinchisi, uchinchisi, ya'ni zulm qilmay, jabr qilmaydigan holatda bo'lasan. Agar shu shartga ko'nsang, men seni mehmoning bo'laman degan ekanlar. Shunda savol qilgan ekanlarki, taqsir, men tushuna olmadim. Ortiqcha takalluf deganda nimani tushunamiz? Ortiqcha takalluf deganda xonadoningda yo'q narsa bilan maqtanmagin. O'zing yo'qsan, imkoniyating yo'q. Yo'q bo'lsa ham bor deb odamlarning oldida quruq va'da berib dasturxonga taklif qilmagin. Bu ortiqcha takalluf bo'ladi. Baxillik qilmagin degan so'zimning ma'nosi, bor narsangni bekitmagin. Mehmon kelgandan keyin mehmonni hurmati uchun dasturxonga qo'yishlik, qo'yadigan narsaga baxillik qilmaslik. Jabr qilmagin degan so'zimning ma'nosi, bola chaqani rizqini qiyib turib, nafaqaga ahli ayol bo'lgan,
xonadonni ta'minlash farz bo'lgan, mehmonni chaqirish farz emas. Lekin xonadonga jabr yetkazib, xonadonni qiynab turib dasturxon yozmaslik, odamlarni chaqirganda xonadonni rizqidan, bola chaqani nasibasidan qiyib turib dasturxon yozmasdan, jabr qilmasdan mehmonni kutishlik, bu jabr qilmaslik degan ma'noni beradi. Agar mana shu narsalarga ko'nadigan bo'lsang, men seni mehmoning bo'laman degan gapni aytgan ekanlar. Va shu bilan birgalikda o'sha qoidalarga amal qilishni o'sha odamlarga ta'kid qilgan ekanlar. Yana mehmonni odoblaridan bittasi o'zgalarning haqqini ado qiling debdilar. O'zgalarning haqqini ado qilish nima? Jamoatda yurasizlar. Haftasiga 2-3 marotaba oshga boradigan odamlar bor. Amr ma'ruflarda o'tirib joyni to'g'rida qarab o'tiramiz. Ko'pchilik odamni fahmi farosati jamoat yig'ilgan joyda bilinadi. Xalqimizda bir gap borki, bir yigitni aslin bilay desangiz, ma'rakada o'tirib turishing ko'ring. Lagan oladigan odamlar bor o'rtada yurib. 9 ta odam qo'lini artadi. Shoshilib ishga ketaman deb turgan payt, ko'pchilikni vaqti tig'iz bo'lgan payt, lekin bitta ikkita befarosat odam chiqib qoladi jamoatda, odamlarga nazar solmasdan o'zi bilan o'zi ovora bo'lib oshni oxirigacha yishga harakat qiladigan odamlar turishi kerakmi? Odamlarning imkoni qanaqa ekan? Vaqti bormi yo'qmi e'tibor bermasdan o'zi bilan o'zi ovora. Qo'lingni artgin dishga odamlar uyladi, o'zi ixtiyori bilan qo'l artishga farosati yetmaydi. Shunday paytlarda odamlarning haqqini ado eting, o'zgalarga malol keladigan ishni qilmang. Ikkinchisi, odam o'zidan har xil fitnalar tarqalmasdan jamoatga kirgan paytda chiroyli bo'lib jamoatda o'tirib turishlik, bu narsa ham maqsadga muvofiq bo'lgan dasturxonning odoblaridan bittasi ekan. Mana shu narsalar muhtaram birodarlar, ko'p joylarda kuzatib qolamiz. Odamlarning orasida shunaqangi befarosatlik bilan dasturxonda o'tiradigan, begonaning xonadoniga kirganda odamlarda qurbi yetadiganmi yetmaydigan narsani talab qiladigan holatlar ko'p joylarda bo'lganligini guvoh bo'lib turamiz. Bu narsa ham maqsadga muvofiq narsalardan bittasi. Yana bir narsani ta'kid qilmoqchiman. Agar shunaqangi kayfiyatdagi otaxonlar, akalarimiz bo'lsa uzr so'raymiz. Bundan buyog'iga mana yoz boshlanib qoldi. Hali aytdimki, faqat ibodat joynamozi ustida emas. Dasturxonda o'tirish ham ibodat. Birodan bir qultum suv o'tmayotgan insonlar bor. Bitta nonishoni yutolmayotganlar bor. Dasturxonda o'tirib shu ne'matlarni bergan Allohga hamd va sano etib o'tirishlik ibodat. Lekin bir xil joylarga kirib qolamiz, kelinlar o'tiradi, qizlar o'tiradi. Oppoq soqol qo'ygan yarim hojakalarimiz ham bor bularning orasida. Ko'ynaychang maykalarda o'tirib, yarim tanasini ko'rsatib o'tiradigan insonlarni ham ko'pini ko'rganmiz. Bu narsa ham dasturxonning odoblariga zid ekan. Bola chaqani atrofida o'tirganda, kelinlarning atrofida o'tirganda, Allohning ne'matini atrofida o'tirganda, o'ziga xos bu bir ibodat bo'lganligi uchun shu ibodatga muvofiq chiroyli suratda dasturxonning odobiga amal qilgan holatda o'tirishlik ham bu dasturxonning asosiy odoblaridan bittasi ekan. Endi shu bilan birgalikda eng asosiy dasturxon odoblaridan bittasi muhtaram birodarlar, ya'ni haloldan luqma topishlik. Alloh harom qilgan narsani to'xtatib, halol luqma bilan farzandlarni boqishlik. Salafi solihlardan so'ragan ekanlar, taqsir nimaga yurtdan ko'p allomalar chiqmaydi? Hofizi Qur'onlar kamaygan, olimi fuzalolar, ulamoi ikromlar kamaygan deganlarida javob bergan ekanlarki, odamlarning duosini qabul bo'lmasligi, yurtdagi olimlari, fuzalolarning kamayishini sababi harom luqmani ko'payib ketganligi. Odamlarning o'rtasida shu harom luqma bor ekan, harom luqmani iste'mol qilar ekan, hali beri yurt bunaqangi olimlarni, allomai zamonlarni ko'rmaydi degan ekanlar. Vaholanki bizning yurtimizdan shunday allomai zamonlar, Hazrati Navoiydek zotlar, Imom Tirmiziy, Imom Buxoriydek zotlar, Bobur Mirzodek, Ulug'bek Mirzodek zotlar kelib chiqqan allomalarni yurti bo'lgan. Shunaqangi allomalarni kelib chiqishi ham insonni xalqimidan o'tgan taomdan nasl paydo bo'lishligi, duoni qabul bo'lishligi ham mana shunaqangi halol luqmadan bo'lishligi kitoblarimizda zikr qilingan ekan. Rivoyat keltiriladiki, sohibi mazhabimiz bo'lgan Imom Azam rahmatullohi alayhi otalari Hazrati Sobit 18 yoshga kirgan paytlari ekan.
ariqni lavida tahorat olaman deb yigitlik pallasida o'tirgan paytlarida suvdan bir qirmizi olmani oqib kelayotganligini ko'rdilar. Olmani olganlaridan keyin bir tishlam yeb qo'ydilar. Yeganlaridan keyin xushyor topdilarki, "Men shu olmani yeb qo'ydim. Bu olmani ekkan egasi bo'lsa kerak, xizmatini qilgan, suvini quygan, parvarish qilgan inson bo'lsa kerak. Egasini rozi qilmadim-u, qiyomatda endi hisobini qanday qilaman?" dedilar. Olmani qo'llariga ushlab, ariqni lavidan qirg'oq bo'ylab kelsalar, bir bog'da haligi olma shoxi bilan osilib turganini ko'rib, bir otaxonni ko'rdilar. "Otaxon, shu olma sizni bog'ingizdan chiqqanmi? Ha, meni bog'imdan chiqqan. Xizmatini siz qilganmisiz? Xizmatini men qilganman. Siz ekkanmisiz? Men ekkanman. Bir tishlam shu olmangizni men bilmasdan beixtiyor tishlab qo'ydim. Tishlagan bir tishlam olmamni menga halol qilib bersangiz, qiyomatda hisobi yengil bo'lib, yuzim yorug' bo'lsa" dedilar. "Halol qilib bermayman, men rozi emasman" dedilar. "Nimaga rozi bo'lasiz? Otaxon, nima qiling? Nima shartingiz bor?" "Bitta shartim bor. 3 yil meni bog'imda xizmatimni ado etasiz. Nimani buyursam shunga itoat qilasiz. Ana undan keyin o'ylashib ko'raman, men olmani halol qilamanmi yoki yo'qmi" dedilar. Shunda Hazrati Sobit 3 yil o'sha otaxonni bog'ida bog'bon bo'lib xizmatini qilgan ekanlar. Oradan 3 yil o'tgandan keyin huzurlarga kirib, "Taqsir, va'daga vafo qildim. Mana 3 yil xizmatingizni ado qildim. Endi mana shu olmani menga halol qilib bersangiz, bir tishlam yegan olmanga men roziman deng, Alloh rozi bo'lsin. Qiyomatda mana shu narsa menga halol bo'lsin. Hisobini men osonlikcha qilay" deganlarida, "Men o'ylashib ko'raman" degan edim. "Yana bitta shartim bor. Meni bir qizim bor. 2 ko'zlari ko'r, oyoq qo'llari shol, tillari soqov, quloqlari kar. Agar mana shu qizimni nikohingizga olishga rozi bo'lsangiz, bir tishlam yegan olmangizni men sizga halol qilaman, qiyomatda hisobi sizga yengil bo'ladi." Nochorlik, taqvodor inson dunyoni azobidan qiyomatga og'ir. Nima bo'lsa men tan berdim, taqdirga havola dedilar-u, go'shangaga kirdilar. Nikoh o'qiladigan payt Hazrati Sobit go'shangaga kirsalar, ko'zlari ham ochiq, tillari gapiradigan, husn jamolda tengi yo'q bo'lgan chiroyli bir qizni ko'rib, otaxonning huzuriga chiqib, "Ota, siz menga boshqacha bir ta'rif qilgan edingiz. Quloqlari kar degan edingiz, tilini soqov degan edingiz, qo'l oyog'ini shol degan edingiz. Lekin boshqacha bir qizni ko'rdim-u, men ishonmayapman" deganlarida, haligi otaxon javob bergan ekan: "Bolam, 3 yil bog'imda xizmatimni qilib, tuzimni ishtizaishdim. Shu qizimni ostona haklab ko'chaga chiqqanini ko'rdingizmi? Yo'q. Ostona haklab ko'chaga qadam bosmagan oyoqlarini men shol degan edim. Tili bilan bir insonga ozor berganini, birovni g'iybat, ig'vo, fitna fasod qilib, tili bilan insonlarga zulm o'tkazganligini ko'rdingizmi? Yo'q. Yomon so'zlardan to'xtagan tillarni soqov degan edim. Nomahram odamlarga ko'zi bilan qaraganini ko'rdingizmi? Yo'q. Nomahram insonlardan to'silgan ko'zini men ko'rdigan edim. Shunaqangi Xudodan qo'rqadigan, taqvodor qizimga o'ziga o'xshagan bir halol inson, luqmasi pok bo'lgan inson kelarmikin deb sahar mardonlarda yig'lab duo qilardim. Xudodan so'rardim, mana o'zing oyog'ingdan yurib kelding. 3 yil imtihon qildim. Qo'limni ostida ishlatib ko'rdim va qizimni sizdek halol insonga men ravo ko'rdim degan ekanlar. Mana shu 2 parhezkor, luqmasi toza bo'lgan halol insonlardan sohibi mazhabimiz Imom A'zam rahmatullohi alayh dunyoga kelgan ekanlar. Yoshlik paytlarida 3 kunda Qur'onni o'qib xatm qilib, onalarini bo'ynlariga osilib, "Ona, men Qur'onni 3 kunda xatm qildim, 3 kunda Qur'onni o'qib tushirdim" deganlarida onalari javob bergan ekan: "Bolam, bolalik paytingizda otangiz bir tishlam olmani tishlab qo'ygan edilar. Agar shu olmani tishlamaganlarida Qur'onni 3 kunda emas, 1 kunda xatm qilgan bo'lardingiz" degan ekanlar. Bu narsadan olingan hissa nima? Sizu bizga ibrat bo'ladigan jihati nima?
duolarimizni qabul bo'lishi, xonadonimizdagi fayz futuh, bolalarimizni tarbiyasidagi yaxshilik, halollik, duolarni qabul bo'lishi luqmai haloldan ekan. Halol mehnat qilib, peshona teri bilan dunyo topib, bola chaqa boqqan insonni bolasidan yomonlik chiqqanini hech kim ko'rgan emas. Harom bilan haromni farqiga bormagan, parhezkorlikdan uzoqda bo'lgan, birovni haqqidan qo'rqmagan insonlarni bolasini qabohat ko'chasiga, razolat ko'chasiga kirganligi, turli xil yomonlikka kirib ketganligini o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rib, bu narsaga guvoh bo'lgansizlar. Hazrati Sobitdek zot bir tishlagan olmani haqqini ado qilaman deb 3 yil xizmat qilib Xudodan qo'rqdilar-ku. Lekin bizning zamonamizda vagon tonna narsalar tomog'imizdan o'tib ketsa ham, harom bilan haromni farqiga bormasak ham, hech narsadan qo'rqmasdan bemalol yurishlik qiyomatda alomatlardan bittasi ekan. Mana shu narsa ham muhtaram birodarlar, dasturxonning odoblaridan bittasi. Alloh kalomi Qur'onda marhamat qiladiki, qimirlagan jon egasi borki, rizqi meni zimmamda. Yeb turgan har bir ovqatimiz, har bir yeb turgan luqmamiz, yo'qdan bor bo'layotgan nasibamiz bu Allohning o'zining izni bilan insonga kelar ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ziyofat berib sahobalarni taklif qildilar. Ovqat kam, suyuq ovqat bo'lganligi uchun Rasululloh namoz o'qib turgan paytlarda sahobalarning o'rtasida mish-mish gaplar tarqab qoldi. Ovqatni kamligidan, suyuqligidan har xil gaplarni gapirib turganlarida Rasululloh salom berib namozni yakunlaganlaridan keyin, ey birodarlar, nimani ustida munozara qilyapsizlar? Ovqat ustida. Birodarlar, bu Alloh bergan rizqqa shukr qiling. Xudo rizqingizni o'zi yetkazib turibdi. Suyuqmi, quyuqmi bu Allohning ulug' bir ne'mati. Va shu hikoyani qilgan ekanlarki, Sulaymon alayhisalom daryoni lavida namoz o'qib tursalar, bir chumoli tishlagan holatda bir narsani yaprog'ini ko'tarib daryoni laviga ketayotganini ko'rdilar. Daryoni laviga borganda bir baqa chiqib, chumolini o'zini yelkasiga o'tkazib daryoni qa'riga olib ketdi. Chiqqandan keyin Sulaymon alayhisalom nur malaklarning tilini biladigan payg'ambar bo'lganlar. Chumoli bilan gaplashgan ekanlar. Nimani olib ketding? Hozir nimani sen ko'tarib daryoga tushding? Shunda chumoli, ey Sulaymon, Alloh o'zining kalomi Qur'onda har bir qimirlagan jonni rizqini beraman degan va'dasi bor. Men bitta narsani og'zimga tishlab borganligim, daryoni tubida bitta tosh bor. Mana shu toshni orasida bir qurt yotibdi. O'sha daryoni tubida toshni ichida yotgan qurtni ham rizqini Alloh beryapti. Shuni rizqiga meni mas'ul qilib qo'ygan. Bir baqani farishta suratida Alloh yuboradi, yelkasiga o'tkazib meni olib tushadi. Mana shu chumolining rizqini berib chiqaman. Alloh bunga meni mas'ul qilgan. Mana shu chumolini ham rizqi Allohning zimmasida degan ekanlar. Shuning uchun har bir rizq borki, jon egasi borki, bu jon egasining rizqi Allohning zimmasida ekan. Alloh hammamizni o'zi bergan rizqqa qanoat qilib, chiroyli suratda Allohning huzuriga yegan ne'matlarimizni kuchini toatiga, Allohning rizoligiga bag'ishlab chiqishlikni hammamizga nasib etsin. Hammamizni ham dilimizdan o'tkazgan niyatlarimizni ijobat qilib, topganimiz haloldan bo'lib, farzandlarimizni orzu havosida chiroyli suratlarda Alloh bergan omonatni topshirganda dunyoda o'tkazgan hayotdan rozi bo'lgan mu'minlarning martabasini ato etsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin. Ilohim, Parvardigorim, xutbada turib, minbarda turib duo qilamiz. Sayyidul ayyom bo'lgan shundoq jumaning fazilatli kunlarida issiq sharoitlarda ko'chalarda o'tirgan jamoatni ko'ryapmiz. Hovlilarda oftoni tagida o'tirgan, choyxonalarda o'tirgan jamoatni ko'ryapmiz. Xossatan duo qilamiz, qiyomatda tangadek soya salqin joy topilmay qolgan paytda bugun jumani fazilatidan bahramand bo'lamiz deb oftoblarning tagida noqulay sharoitlarda shu juma namozining savobiga ega bo'lamiz deb kelgan bandalaring qiyomatda arshingning soyasidan joy olishni o'zing nasib etgin.
shundoq martabalarni, shundoq bir savob umidida kelgan bandalaringga o'zing bergin, o'zingga xutbada turib iltijo qildik, iltijolarimizni qabul qilgin.